Kechki payt o'tirib olib mazza qilib yeydigan pirojni tayyorlash tuxum qovurganchalik oson bo'ladigan bo'lsa, hech qachon diyeta boshlamasam kerak edi. Na mikser, na tog'oracha ishlatmasdan turib tovani o'zida xamir qorib, shuni o'zida pishirilayotgan videolarni Instagramda ko'rib, men ham tayyorlab ko'rdim. Faqat retseptini o'zim bilganimcha o'lchovlar chiqarib turib tayyorladim. Video tagida yozib qoldirilgan o'lchovlar bilan masalliqlarni ketma-ket solib, shunaqangi aralashtirib xamir tayyorlab olamiz. Keyin qopqog'ini yopib, shu turishda olovni past qilib 25 daqiqa dimlab qo'yamiz. Buni shu qadar yumshoqligidan yaxshi pishmagan deb o'yladim. Cho'p yordamida tekshirsam, to'liq pishib chiqqan ekan. Ustini o'zimiz yaxshi ko'radigan choko pasta bilan xohlaganimizcha to'ldiramiz. Ustidan xandon pista sepib, turgan joyida kesamiz. Sovishini ham kutishga sabrim yetmadi. Ishoninglar, shunaqangi ham zo'r chiqdi. Albatta, xuddi shunaqangi qilib bir marta bo'lsa ham tayyorlab ko'ringlar, juda ham yoqadi. Yeganlarimiz ibodatlariga quvvat, tanamizga shifo bo'lsin.